Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar, Shahboz Chorva Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun 2026-yil 31-may hafta kunimizga yakshanba inshaalloh sug'orish sistemaga jicha o'zgartirish kiritdik do'stlar. Oldin mana oxirimizda suvni to'ldirib qo'yib sug'oryotgandik. Suvlar isib olishni boshladi, quyoshlar tushib, o'shanga jicha o'zgartirish kiritdik. Xudo xolasa natijalarni ko'rib kommentariyada o'zlaring fikrlaring qoldirasizlar. Izohlaringni yoqqan bo'lsa layklab bittadan bosib qo'yib, kimda qanaqa fikrlar bo'lsa bildirib borasizlar. 10 ta novvosimizga bitta suv sistemasi bilan xudo xolasa chiqib ketdik. Bizga osonroq suv sistemasini endi unutsak ham bo'laveradi. Hozir sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Mana shu narsa. Buni ko'pchilik ko'rgan, Rossiyada ham oldindan qilib kelingan. Bizga endi zararligi uchun bu narsani qildik. Mana do'stlar, shuni tumshug'ida bosar ekan, kelib bosganda suv chiqib beraverar ekan. Eng qizig'i muzdek suv chiqib beraveradi. Eng qiziq joyi, hali suv isib qoldi, unaqa yo'q. Zaril bo'lsa keladi. Mana shu kelib bosar ekan, suv chiqaverar ekan. Olganda chiqib ketaverar ekan. 10 ta novvos bemalol do'stlar. Sug'orish sistemasiga bemalol ulgurdi. 10 ta 15 ta novvos. Endi kimdadir bunaqa zagon bo'lmasligi mumkin. Ikkita oxirida o'rtasiga ikkita novvosni o'rtasiga qo'ysiz ham zo'r, effekt vobshe kuchli ekan. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Varzek o'zimiz Varzekda ekan. Nomerlarni eslatib o'taman. Kimga zaril bo'lsa aloqaga chiqib bemalol gaplashib, xohlasalang dastavka, xohlasalang o'zlaring borib ko'rsalaring ham bo'laverar ekan. Nomerini eslatib o'taman do'stlar, 90li 166 2007 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Telefonlashib, lakatsalaring, lakatsa tashaveradi, borib olib kelib o'rnatib qo'ysalaring. Biz xursand bo'lamiz. Kimga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyalarda, izohlarda qoldirib, layklar bosib, podpisatsiya tugmasini bosish esdan chiqmasin. Do'stlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik.